75 kunga challenjimizni 5-kuni ancha ertalab to'rda turishga qiynalmayapman. Ertalabki zavtrakdan oldin bir bokal mineral suv ichib oldim. Ertalabki zavtrakka esa men yogurt tayyorladim. To'g'risini aytsam, boshqa narsa tayyorlashga juda ham erindim. Keyin esa bomdod vaqti kirib qolgan ekan, bomdod namozlarimni ham o'qib oldim. Undan keyin men darslarim va kitoblarimni o'qishni boshladim. Kitobimni o'qib olishimga yana ozginchagina vaqt qoldi. Qarasam, o'sha maktabga ketadigan vaqtim bo'lib qoldi. Keyin esa srazu maktabga ketishga tayyorgarlik qildim. Mana bugungi lukum shunaqa bo'ldi. Va men bularni oldiga ozgina ukrasheniya qo'shdim. Ertalabki shunaqa atmosferani ko'rib, o'rtoqlarim bilan maktabga ketdik. Maktabga borsak, bizani lentalarimiz kelgan ekan. Bugungi 6 soatlik darsni tugatib, men to'g'ri o'qishimga ketdim. Bizlar hozir ekzamenga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Xudo xolasa yaqinda o'qishimni tugataman. Keyin esa uyga borib, kechki ovqatlarimni yeb, bugungi planlarimni to'ldirib qo'ydim. Challengeimiz ko'pchilikka manzur va oramizda boshlaganlar ham bor. Agar video yoqqan bo'lsa, menga podpiska bo'ling. Chunki hali qiziqarli videolar oldinda. Like va prosmotr uchun hammaga rahmat.